O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning 10 ta iqtibosi. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak. Tanqid bo'lmasa, natija ham bo'lmaydi. Tanqid taraqqiyotning asosiy omilidir. Hech bir fuqaro o'z muammosi bilan yolg'iz qolmasligi kerak. Yoshlarimiz qanday bilim va tarbiya olsa, ertangi kunimiz ham shunday bo'ladi. Men bir tomondaman, xalqim tomonidaman va xalq manfaati uchun xizmat qilishga tayyorman. Bugungi islohotlardan asosiy maqsad inson qadrini ulug'lashdir. Beparvolik va loqaydlik eng katta dushmanimizdir. Amaldor xalq dardi bilan yashamasa, u rahbar bo'la olmaydi. Harakatlar niyatga bog'liq. Niyat to'g'ri bo'lsa, natija ham samarali bo'ladi. Biz yangi O'zbekistonni xalqimiz bilan birga quramiz va uning kelajagi uchun barchamiz mas'ulmiz.